maqsadimiz cheki hokimiyat yordamchisi mahalla bankida ham biriktirilgan Xalq banki tomonidan shu tadbirkorlik qilaman degan o'g'illar, nevaralar, jiyanlar bo'lsa, qanday yordam kerak bo'lsa, shu mahallada hokimiyat yordamchisi, mahalla bankiri bor, mana rais va boshchiligida qanday yordam kerak bo'lsa, biz jonimiz bilan sizlarga xizmat qilamiz. Ta'lim kreditlarimiz bor. Ta'lim kreditlarini nevaralar o'qiydigan bo'lsa ham, mana ayollarga 0% kreditlar beryapmiz. O'g'il bolalarga shu bank qayta moliyaviy stavkasi bor, 14% beramiz. Shu o'qishni bitirgandan keyin 7 oydan keyin ta'lim boshlab to'lash boshlaydi. Ungacha ayollar bir so'm pul to'lamaydi. Nimalarimiz, yigitlarimiz bo'lsa 14% to'lab yuradi. Ungacha foizini o'zim to'laydi. O'sha kredit o'qishni bitirib kelib ish boshlagan vaqtda keyin to'lashni boshlaydi. Undan keyingi kreditlarimiz bor. Shu mahalla loyihasi kreditlarimiz. Bu kreditlarimiz 17 milliongacha kredit beriladi. Bu kreditlarimiz ishsiz fuqarolarga, kredit ta'minotchi fuqarolarga plastik ochamizni plastikka tushirib beramiz 17 milliongacha. Buni muddati 2 oy, 2 yilga 3 oy imtiyoz davri bor. Buni sug'urta polisi orqali ham qilib beraveramiz. Kafillar bo'lmagan taqdirda, uchinchi shaxs kafillik bilan deganlik. Kafillik bu shu davlat tashkilotchilari ishlaydigan odamlar kafillik ko'tadi. Kafil bo'lsa sug'urta puli to'lamaydi, kafil bo'lmasa o'sha 2 yillik sug'urtasi bor, 420 ming, o'shani to'lab bersa, bir haftaga qolmay biz plastikga tushirib beramiz kreditlarimizni. Undan tashqari, hokimiyat yordamchimiz tomonidan imtiyozli kreditlarimiz, uni ham biz Xalq banki beradi. Uni tartibi shundaki, 48 oygacha beramiz. 3 yildan 36 oydan 48 oygacha. Uni imtiyoz davri 6 oy, 12 oy beriladi. U asosan tadbirkorlik qilish uchun, misol qo'yosalarga beriladi. Keyin shu tadbirkorlik nimadir ishlab chiqarmoqchi, sut qayta ishlash bo'lsa, asbob uskunalarga beramiz. Misol, albatta xizmat ko'rsatyapti, munislar olyapti fuqarolar, ularga tikuvchilik qilamasa tikuv mashinalarga, qandaydir tadbirkorlik yo'lga qo'yadigan bo'lsa, asbob uskunalarga beraveramiz. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, faqat shu ishlab chiqarish uchun asbob uskunalarga masala yo'q, imtiyoz kreditlarimiz. Savollar bo'lsa, mana qilib bersalar javob beramiz. Biz Nashidda 2-3 yil ishlab ketdik. Faqat shu polvon tosh uchun